So'nggi yillarda yurtimizda tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash maqsadida soliq sohasida qator imtiyozlar joriy etildi. Biroq afsuski, ayrim tadbirkorlar ushbu imkoniyatlardan to'g'ri foydalanish o'rniga qonun talablariga rioya qilmayotgani kuzatilmoqda. Farg'ona viloyatida soliq idoralari tomonidan savdo va qurilish obyektlarida o'tkazilgan o'rganishlar davomida ham bu borada qator qonunbuzarlik holatlari aniqlandi. Jumladan, ayrim savdo shoxobchalari QR kodli chek bermayotgani, qurilishlarda esa ishchilar bilan mehnat shartnomalari rasmiylashtirilmagani ma'lum bo'ldi. Farg'ona shahrida viloyat soliq boshqarmasi xodimlari tomonidan olib borilgan o'rganishlar davomida qurilish faoliyati bilan shug'ullanuvchi tadbirkor tomonidan qonunbuzarlikka yo'l qo'yilganligi aniqlandi. Shaharning ikki hududida joylashgan 9 qavatli, jami 230 dan ortiq xonadon va 55 sotix yer maydoniga ega qurilish obyektida amalda 50 nafardan ortiq ishchi ishlayotgan bo'lsa-da, mehnat shartnomalarida atiga 20 nafar xodim ko'rsatilgani ma'lum bo'ldi. Ushbu holat yuzasidan tadbirkorga qonunchilik talablari tushuntirilib, belgilangan tartibda javobgarlik mavjudligi ta'kidlandi. Ayrim xodimlar bilan mehnat shartnomasini rasmiylashtirmasdan faoliyat olib borayotganimizni aniqlashdi. Bu narsa noto'g'riligini bildik. Hozirda yana qo'shimcha 30 dan ortiq xodimlar bilan mehnat shartnomasini tuzdik. Bundan keyin bunday xato kamchiliklarga yo'l qo'ymaymiz. Savdo yo'nalishida ham qator kamchiliklar aniqlandi. Qonunchilikka ko'ra, chakana savdo, umumiy ovqatlanish va aholiga maishiy xizmat ko'rsatish obyektlarida amalga oshirilgan har bir xarid uchun QR kodli onlayn nazorat kassa cheki berish tadbirkorning qonuniy majburiyati. Uni o'z vaqtida talab qilish esa iste'molchilarning fuqarolik burchi hisoblanadi. Ma'lumotlarga ko'ra, Farg'ona viloyatida 15 mingdan ortiq tadbirkorlik subyektida onlayn nazorat kassa texnikasi o'rnatilgan. Biroq shunga qaramay, ayrim tadbirkorlar naqd pulga amalga oshirilayotgan savdolar bo'yicha chek bermasdan tushumlarni to'liq rasmiylashtirmay kelmoqda. To'g'ri gap yo'q. Чек я не получал, я наличку дала, мне чек не дали. Farg'ona shahri markazidagi savdo majmualarida o'tkazilgan o'rganishlar davomida ayrim savdo shoxobchalarining moliyaviy faoliyati tahlil qilindi. Natijada birgina mazkur nooziq ovqat mahsulotlari savdosi bilan shug'ullanuvchi tadbirkor tomonidan joriy yilning yanvar oyida plastik karta orqali 5.8 million so'm, naqd pul shaklida esa 13.5 million so'm tushum kassa apparatida qayd etilganligi aniqlandi. Bu kuniga o'rtacha 450 ming so'm atrofida naqd tushum rasmiylashtirilganligini ko'rsatadi. Onlayn nazorat kassa texnikasiga urilgan cheklar soniga qaraydigan bo'lsak, yanvar oyida jami 220 ta QR kodli xarid cheki kassaga urilgan. Bu degani kuniga o'rtacha 7 nafar xaridor ushbu shoxobchadan savdo qilgan xolos. Biroq qisqa muddatli kuzatuvlar real savdo hajmi bilan kassa tushumlari o'rtasida sezilarli tafovut mavjudligini ko'rsatdi. Har bitta mijozga olgan mahsulotni cashback chekli berishingiz majbursizda aka. Ertaga shu bermaslik holatingiz siz jarimaga tushishga sabab bo'ladi. Aybimizni tan oldik. To'g'rilaymiz. Bu narsalarni bartaraf qilamiz. Mazkur holatlar yuzasidan soliq xodimlari tomonidan tadbirkorga tushuntirish ishlari olib borilib, kassa intizomiga qat'iy rioya etish bo'yicha ogohlantirish berildi. Shuningdek, fuqarolarga soliq hamkor tizimi orqali huquqbuzarlik haqida murojaat qilish imkoniyati mavjudligi eslatib o'tildi. Muhammad Sodiq Usmonov, Ravshan Nabijonov, Hudud informatsion dasturi uchun.